Namanganda avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchasida chaqnash yuz berdi. Ming afsuski, ushbu baxtsiz voqea qurbonsiz bo'lmadi. Chaqnash aks etgan holat kuzatuv kamerasiga tushgan. 2025-yil 25-oktyabr kuni soat 18:47 da 112 tizimiga Namangan viloyati Chust tumani Birlik mahallasida ish faoliyatini to'xtatgan avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchasida chaqnash sodir bo'lgan haqida xabar kelib tushgan. Hodisa joyiga 3 ta yong'in qutqaruv bo'linmasi yetib borgan. Ma'lum bo'lishicha, 10 tonnalik yoqilg'i saqlash sisternasini boshqa joyga ko'chirilish jarayonida xavfsizlik qoidalariga amal qilinmaganligi sabab chaqnash yuzaga kelgan. Ming afsuski, ushbu baxtsiz hodisa oqibatida payvandlovchi lavozimida ishlagan xodim vafot etgan. Hozirda hodisa sabablari va yetkazilgan zarar miqdori o'rganilmoqda. Biz doim aytamiz va takrorlashdan charchamaymiz. Xavfsizlik qoidalariga amal qilish bu nafaqat o'zingizni, balki atrofingizdagi fuqarolarni ham shu kabi falokatlardan asrashga xizmat qiladi. Biz marhum fuqaroning yaqinlariga hamdardlik bildiramiz.